Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz mavzusi qog'oz va kartondan amaliy darslarni tashkil etish metodikasi mavzusi. Rejalarimiz bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, birinchi reja: qog'oz va karton haqida ma'lumot, qog'oz va karton turlari va xususiyatlari. Ikkinchi, qog'ozning ishlab chiqarishdagi o'rni. Uchinchi reja: qog'oz va kartonga ishlov berish usullari. To'rtinchi reja: ish joyini tashkil etish talablari, texnika xavfsizligi qoidalari. Tarix manbalarida yozilishicha, qadim Hindistonda yozuvlar palma barglariga bitilgan. Palma yaproqlarini quritib, ulardan plastinkalar qirqib olinib, keyin tush bilan yozilgan. Bu plastinkalar keyin bir-biriga mustahkamlanib, jildi yaxshi silliqlangan taxtachalardan qilingan, ustiga bezak berilib, kitob holatiga keltirilgan. Qadimgi greklar mum kitoblarini ixtiro qilishgan. Bu yaxshi tekislangan taxtacha o'rtasidan kvadrat o'yilgan bo'lib, u sariq yoki qora mum bilan to'ldirilgan. Yozuvda esa po'lat cho'pdan foydalanilgan. Bir uchi o'tkir po'lat cho'p bilan yozishgan bo'lsa, ikkinchi dumaloq uchi bilan yozilgan narsaga o'chirilgan. Bir-biri bilan biriktirilgan taxtachalardan kitoblar yasalgan. Kitob, jadval yoki sahifalarning qulayligi shundayki, ulardan uzoq muddat bemalol foydalanish, yozuvni o'chirish va saqlab qo'yish juda oson bo'lgan. Misrliklar yozuv materiallarini Nil daryosidan olganlar. Nil vodiysi botqoqliklarida qamishga o'xshash o'simliklar bo'lib, qadimgi Rim xalqi uni papirus deb ataganlar. Silliq poyasiz, bargsiz o'simliklarni bo'yi 4 metrga yetar edi. Yozuv quroli uchun poya barglaridan tozalanib, uning o'rtasidagi yumshoq g'ovvak o'zak olinar edi. Ulardan uzun yupqa plastinkalar qirqilib, tik holda taxlanardi. So'ngra ho'l barg yopishtirilib presslanar edi. Ular qurigach, sirti pezma bilan sayqallanardi. Bulardan qilingan eng katta kitob Britaniya muzeyi kutubxonasida saqlanardi. Bir necha ming yillar davomida papirus yagona yozuv materiali bo'lib kelgan. Unda asosan misrliklar, greklar, rimliklar foydalanib kelganlar. Osiyoda yozuv uchun hayvonlar terisidan foydalanilgan. Teri maxsus eritmada namlangan, cho'zilgan, quritilgan, keyin qurigandan keyin sayqal berilgan va tekislangan. Bu kitob uchun butun bir poda mol so'yilgan. Teri kitob papirusga nisbatan bir necha afzalliklarga ega bo'lib, uning ikkala tomonidan bemalol yozish mumkin bo'lgan. Eramizdan 5 asr muqaddam, eramizdan oldingi 5-asrda desak ham bo'ladi, sharq mamlakatlarida shoyiga yozish udum bo'lgan. Bu ham qimmatbaho material bo'lib, ham madaniyat rivojlana borgan sayin yozish usullari ham materiallariga ham bo'lgan talab orta borganligini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda ishlab chiqarish sanoatida qog'oz va kartonning 200 ga yaqin turi ishlab chiqarilmoqda. Qog'oz ilk bor Xitoyda paydo bo'lgan. Bu insoniyat tarixida eng keng muhim ixtirolardan biri hisoblangan. Taxminan miloddan avvalgi 2-asrlar atrofida Xitoy tilimlaridan, masalan, Xuan qog'ozi foydalanilgan. Bu jarayon asta-sekin taraqqiy etgan. Bugungi qog'ozning asosiy prinsiplari o'sha davrlardan boshlangan deyishimiz mumkin. Samarqandda qog'oz ishlab chiqarish taxminan 8-asrdan boshlab faol bo'lgan. Arablar davrida va Markaziy Osiyoda madaniyat gullaganida ushbu hunarmandchilik mashhur bo'lib, o'sha davrlarda bu qog'oz Buyuk Ipak yo'li bo'ylab Yaqin Sharq va Yevropaga
eksport qilingan. Qog'oz ixtiro qilinishidan avval Xitoyda yozish uchun turli materiallardan foydalanilgan, jumladan bambuk taxtachalari, yog'och lavhalar, ipak matolar, hayvon suyaklarida yozilgan. Xulosa qilib aytiladigan bo'lsa, o'sha qog'oz insoniyat tarixida eng buyuk ixtirolardan biridir. Bu Xitoyda milodiy 105-yilda Tianlun tomonidan kashf etilgan. Qog'oz ilm-fan taraqqiyoti, madaniyat rivoji va bilimlarning avloddan avlodga yetib borishida muhim rol o'ynagan. Bugungi zamonaviy axborotlashgan jamiyatning shakllanishida ham qog'ozning o'rni beqiyos deb bemalol ayta olamiz. Qog'oz asosan daraxtlardan, qarag'ay, qayin, shunga o'xshash ko'plab daraxtlardan olinadi. Daraxt yog'ochi maydalanib, sellyuloza deb ataladigan tolali massa hosil qilinadi. Ana shu tolalar qog'ozning asosi hisoblanadi. Sellyuloza maxsus moddalar bilan tozalanadi va oqartiriladi. Oqartirilgan massa oppoq qog'oz bo'lishiga yordam beriladi. Shu sababli zamonaviy zavodlarda ekologik xavfsiz kimyoviy moddalar ishlatiladi. Qog'oz kundalik hayotimizda juda keng qo'llaniladi. U faqat yozish uchun emas, balki sanoat, qadoqlash, tibbiyot va san'at sohalarida ham muhim ahamiyatga ega. Qog'oz turlari uning tarkibi, qalinligi va ishlatilish maqsadiga qarab farqlanadi. Kitob qog'ozi, gazeta qog'ozi, karton qog'oz, rangli va bezak qog'ozlari, hatto pul qog'ozlari ham alohida bir-biridan farqlanadi. Texnologiya darslarimizda foydalaniladigan qog'ozlarga keladigan bo'lsak, birinchisi oddiy qog'oz. A4 formatda bo'ladi. Qirqish, buklash, yopishtirish uchun arzon va oson topiladigan qog'oz turidir. Boshlang'ich mashqlar uchun juda qulay hisoblanadi. Ikkinchisi rangli qog'oz. Applikatsiya, bezak va maketlar uchun. Bolalarda ijodkorlikni rivojlantiradi, yelim bilan yaxshi yopishadi. Uchinchisi karton qog'oz, qalin va mustahkam. Qutilar, modellar, maketlar tayyorlashda ishlatiladi. O'lcham saqlaydi, bukilib ketmaydi. To'rtinchisi origami qog'ozi, yupqa va yengil bo'ladi. Qog'oz buklash ishlari uchun buklanganda sinmaydigan ajoyib qog'oz turidir. Gazeta qog'ozi, mashq va vaqtinchalik ma'lumotlarni chiqarish uchun, chop etish uchun ishlatiladi. Eng arzon qog'ozlardan biri hisoblanadi. Kundalik hayotimizda tez-tez uchraydigan, ammo ko'pincha e'tibor berilmaydigan materiallardan biri karton qog'oz hisoblanadi. Karton qog'ozga nisbatan qalin, mustahkam va shakl berish uchun qulay bo'lgan material deb baho berishimiz mumkin. U sanoat, dizayn va ta'lim sohalarida keng qo'llaniladi. Ayniqsa texnologiya darslariga qatnashadigan, kuzatadigan bo'lsak, karton talabalarda va boshlang'ich sinf o'quvchilarida eng qulay va xavfsiz materiallardan biri sanaladi. Kartonning tarixi qog'oz ixtiro qilingan davrlarga borib tarqaladi. Ilk karton namunasi Xitoyda paydo bo'lgan bo'lib, keyinchalik Yevropaga tarqalgan. Avvaliga karton faqat qadoqlash uchun ishlatilgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan u ijodiy va texnologik faoliyatda muhim o'rin egallay boshlagan. Bugungi kunda karton ekologik, toza, qayta ishlanadigan va arzon material sifatida o'z o'rniga ega va qadrlanadi. Texnologiya darslariga karton bilan ishlash o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish, ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish va texnik tafakkurni o'stirishga xizmat qiladi. Karton oson kesiladi, buklanadi, yopishtiriladi va turli shakllarga keltiriladi. Shu sababli undan maketlar, qutilar, o'yinchoqlar, geometrik shakllar, texnik modellar va dekorativ buyumlar tayyorlash mumkin. Eng qiziqarli jihati shundaki, karton yordamida o'quvchilar loyiha asosida ishlashni o'rganadilar. Masalan, uy maketi, ko'prik modeli yoki qadoqlash, dizaynni yaratish jarayonida ularni rejalashtirishda, o'lchashda, chizishda, kesish va yig'ish bosqichlarini bemalol bajarish mumkin bo'ladi. Bu esa texnologiya fanining asosiy maqsadi, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashga yordam beradi. Karton qalinligi asosan 0,3 mm dan 5 mm gacha bo'lib, har bir
qalinlik turi ma'lum bir maqsadga xizmat qiladi. Yupqa kartonlar